Hozir men aytadigan 5 ta sun'iy intellektsiz Instagramga kontent qilsangiz, o'sha zamondan orqada qolib ketdingiz, raqobatdan ham yutqizasiz, qisqa 1 yillikda bozordan chiqib ketishingiz ham mumkin. Videoga like bosib oxirigacha ko'ring, men bu 5 talikni sanab beraman va bu bo'yicha darslik ham beraman. Gemini Google ga tegishli sun'iy intellekt, u aldamaydi, u sizni yoningizda olmaydi va juda ham katta Google'dagi databazadan sizga kerakli ma'lumotlarni beradi. Ikkinchi sun'iy intellekt bu notebook ele. Bu orqali siz istalgan kitobingizni, istalgan videoingizni, istalgan darsligingizni qanaqa hajmda bo'lishidan qat'iy nazar 10 soat, balki 100 soat, balki 1000 soat qisqa minutlar ichida xulosalarini olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Uchinchisi cloud. Cloud yordamida siz o'zingizga AI yordamchilar yasashingiz mumkin. Bu yordamchilar postlaringizni joylab berishi, sotuv bo'limingizni avtomatlashtirib berishi va istalgan juda ham ko'p ishlarni qilib berishi mumkin. Va bu волшебный AI. To'rtinchisi bo'lsa bu Higgsfield. Yuzingizni o'zgartirishingiz, kiyimingizni o'zgartirishingiz va yana juda ham ko'p vizual o'zgarishlarni qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hattoki bu platformada kinolar yasashyapti AI yordamida. 5-platforma bu Heygen. Heygen yordamida xuddi shu fonda siz o'zingiz qatnashmasdan 1000 ta video gapirib chiqishingiz, istalgan vizualingizdagi, tasavvuringizdagi odamni yasab, u odamni gapirtirib video qilishingiz yoki shu gapirayotgan nutqingizni xohlagan tilingizga momentanli o'zgartira olishingiz mumkin. AI siz tasavvur qilganingizdan ancha ko'p imkoniyatlarni beryapti. Bu bo'yicha biz batafsil video tayyorladik, taxminan yarim soatlik. Bu videoni qo'lga kiritish uchun menga obuna bo'lgan holatda kommentariyada 5 raqamini yozib qoldirishingiz o'zi kifoya.